Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere pleasure at seeing you here in the land of Horizm. Welcome to the ancient yet ever vibrant city of Khiva. Pahlavon Mahmud Strongman Games bahodirlar o'yini xalqaro tadbirini joriy qilinishda yurtimizning turizm salohiyatini dunyoga targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan oxirgi yillarda mamlakatimizda turizm va sport sohalariga yuksak e'tibor qaratilib, ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. The introduction of the International Pahlavon Mahmud Strongman Games event plays an important role in promoting our country's tourism potential to the world. In recent years, at the initiative of our esteemed President, Shavkat Mirziyoyev, special attention has been devoted to the fields of tourism and sports in our country, and far-reaching reforms have been implemented. Xususan o'tgan davr mobaynida Pahlavon Mahmud Strongman Games xalqaro turniri viloyatimizda yuqori saviyada tashkil etilib, milliy sportimiz va turizm salohiyatimizga xalqaro hamjamiyatning e'tiborini yanada jalb qilishga o'zining munosib hissasini qo'shdi. In particular, over the past years, the International Pahlavon Mahmud Strongman Games tournament has been organized in our region at a high professional level and has made a worthy contribution to attracting greater international attention to our national sports and tourism potential. Bugun viloyatimizga barchamizga tanish bo'lgan bahodirlar, sportning taniqli vakillari tashrif buyurgan. Bugun Xiva shahrida 15 ga yaqin xorijiy davlatlardan va yurtimiz mohir pahlavonlari 10 ga yaqin shart bo'yicha bellashuvlari bo'lib o'tadi. Today, in the city of Khiva, athletes from nearly 15 foreign countries, together with our nation's skilled wrestlers and strongmen, will compete in approximately 10 different events. Shu fursatdan foydalanib, ijozatingiz bilan bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilaman hamda ishtirokchilarga omad tilayman. Taking this opportunity and with your permission, I hereby declare today's event officially open and wish all participants the very best of success. Shuningdek, vohamizga tashrif buyurgan siz aziz mehmonlarga viloyat hokimi hurmatli Jo'rabek Rahimovich nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. I would also like to express my deep gratitude on behalf of the Governor of Horizm region, Jo'rabek Rahimov, to you, our esteemed guests, for visiting our oasis. Ishonchim komilki, ushbu tadbir viloyatimiz aholisi uchun mazmunli madaniy hordiq chiqarishga xizmat qiladi. Barchangizga mustahkam sog'lik, ijodiy yutuqlar va muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiboringiz uchun tashakkur. I am confident that this will provide meaningful cultural recreation and enjoyment for the people of our region. I wish all of you good health, continued achievements, and every success in your endeavors. Thank you for your attention. Rahmat. Qadim tarix va zamonaviy taraqqiyot uyg'unlashgan Xiva bugun yana bir xalqaro sport bayramiga mezbonlik qilmoqda. Shu munosabat bilan so'z Xiva shahar hokimi Timur Ismoilovich Davletovga. Marhamat. The floor is given to the mayor of Khiva city, Timur Ismoilovich Davletov. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz yurtdoshlar, qadrli tadbir ishtirokchilari. Good evening, distinguished guests, dear compatriots and esteemed participants of the event. Ochiq osmon ostidagi muzey shahar deb e'tirof etilgan go'zal va betakror Xiva shahriga xush kelibsizlar. Welcome to the beautiful and unique city of Khiva, recognized as an open-air museum city. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan yurtimizda turizmni rivojlantirish hamda sport sohasiga qaratilayotgan alohida e'tibor sabab shahrimizda Strongman Pahlavon Mahmud bahodirlar o'yini xalqaro turniri bo'lib o'tmoqda. Thanks to the special attention being given to the development of tourism and the promotion of sports in our country under the leadership of our esteemed President, the Strongman Pahlavon Mahmud Games International Tournament is being held in our city. Mazkur tadbir mana turizm vazirligi, shu bilan viloyat hokimligi hamda Xiva shahar hokimligi tomonidan hamkorlikda o'tkazilib, butun mana boshli bahodirlarni qabul qilib oldi.
The event is being held in cooperation with the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan, the World Strongman Federation, and the Xorazm Regional Administration. Xiva bunday musobaqani o'tkazish joyi sifatida bejizga tanlangani yo'q. Bu qadimiy shahar faylasuf, shoir va polvon sifatida shuhrat qozongan. Assalomu alaykum qadrli ixlosmandlar, UzReport TV telekanalida siz jonli efirlarni ko'rishda davom etyapsiz. Biz Xiva shahrida bo'lib turibmiz ijodiy guruhimiz bilan va mana shu Xiva shahrida joylashgan Arda Xiva turistik majmuasida bugun yirik bir ochilish musobaqasining yirik bir ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Ya'ni bu yerda 6-bor xalqaro bahodirlar o'yini, ya'ni Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlab o'tkaziladigan Strongman Games 6-musobaqasi bo'lib o'tmoqda va bu yil ham aynan mana shu turnirga qiziqish juda kattaligini yana bir bor e'tirof etish kerak, chunki 16 davlatdan 18 nafar eng bahodir, eng kuchli atletlar bugungi mana shu musobaqada ishtirok etishni istagini bildirib, ya'ni Xivaga tashrif buyurishgan. Yoz fasli ozgina havoning issiqligiga qaramasdan ulardagi shijoat aytib turibdiki, ular barchasiga tayyor, g'oliblik uchun murosasiz kurashlarga demak tayyor turishdi. Do'stlar, hozir Arda Xiva turistik majmuasining old qismida ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Bu yerda o'sha Xiva aholisi, sportchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek rasmiylar ham yig'ilgan va mana shu ochilish marosimidan keyin biz ilk bahslarga guvoh bo'lamiz. Birinchi bo'lib so'zni o'sha Xorazm viloyati hokimi o'rinbosari, demak Botir Saidov so'z bilan ochib berdilar va keyinchalik mana mening ortimda hozir Timur Davletov, Xiva shahri hokimi ham demak o'z chiqishlarini namoyish etishyapti va ular sportchilarga omad tilab mana shu murosasiz bahslarda yaxshi natijalar qayd etishlariga umidvor bo'lishdi. Demak, do'stlar, kuni kecha aytib o'tish kerak, o'sha Meksika maydonlarida uzoq kutilgan futbol bo'yicha jahon chempionati bahslari start olgan bo'lsa, mana endi Xiva shahrida Strongman Games bahodirlar o'yini boshlanyapti. Hammaga omad tilandi va aytish kerakki, bu yerdagi aholi ham juda mana shu bahodirlar o'yiniga qiziqish ortib boryapti, chunki bu 6-bor aytib o'tganimizdek uyushtirilmoqda. Bundan avval o'sha 5 bor Xiva shahri mana shu musobaqaga mezbonlik qilib kelayotgandi va o'tgan yildan boshlab farqli jihati Arda Xiva mana shu turistik markazida bellashuvlar o'tkazilyapti. Xususan bu yerda o'sha tosh ko'tarish, o'sha yana bir qancha cho'girma otish bahslari bo'lib o'tadi va bundan tashqari o'sha langar tortish musobaqalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Umuman olganda musobaqamiz 3 kun davomida o'tkaziladi va unda ochkolar jamg'arib boriladi va eng yaxshilar o'sha g'olib deb topiladi va sovrindorli o'rinlar uchun kurash olib borishadi. Keling, hozir mana shu bayroqlarni chiqishini kuzatib olamiz. O'sha ishtirokchi davlatlar tanishtirilmoqda. Mana Litva birinchi bo'lib tanishtirildi. Ukrainadan sportchilar ishtirok etishyapti. Islandiya. Mana ular birma-bir chiqib kelishyapti mana shu maydonga. Kanada, Janubiy Koreya, Qirg'iziston Tanishtirilyapti. Mana Qirg'iziston qo'shnilarimiz ham ishtirok etishyapti va Yangi Zelandiya, bizning ko'p karra chempionimiz eronlik Rizo Geytasi ham shu yerda. U yana bir bor mana shu g'alabali yurishni davom ettirmoqchi, lekin unga bu yili oson bo'lmasligi aniq, chunki barcha raqiblar uning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tayyorgarlikni olib borishgan va bu yilgi musobaqaga o'zgacha, demak, tayyorlanib kelishgan desak menimcha xato bo'lmaydi. Do'stlar, Arda Xiva turistik markazi mana shu musobaqalarni birinchi kunida demak o'zida qabul qiladi. 25 gektar maydonda joylashgan ushbu ko'rkam sayyohlik majmuasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ochilishi, ya'ni tashkil etilgan. Ma'lumot uchun Arda Xiva turistik majmuasi yiliga 3 milliongacha tashrif buyuruvchini o'zida qabul qila oladi. Bu nafaqat sport, do'stlar, bu albatta turizm ham, chunki mana ko'ryapsiz, juda ko'plab davlatlardan Litva, Mongoliya, Mo'g'uliston, Ukraina, Islandiya, Ozarbayjon, Eron, Kanada, Janubiy Koreya, Qirg'iziston, Yangi Zelandiya, Hindiston, Pokiston, Turkiya, Chexiya Respublikasi, Gruziya hamda davlatimiz O'zbekistondan sportchilar ishtirok etmoqda. Bu esa xalqaro e'tiborni Xivaga tortishga juda ham yaxshi imkoniyat va
kerakli paytda, kerakli vaqtda turizmni rivojlantirishga menimcha o'z hissasini qo'shadi. Chunki mana shunday ob-havoning issiqligiga qaramasdan Xivada mana shunday musobaqalar inson odamlarning e'tiborini o'ziga tortishga yordam beradi. Bundan tashqari musobaqa o'sha turizm sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirishga ham ko'mak beryapti. Tashqi va ichki bozorlarda O'zbekistonning turistik salohiyati va imkoniyatlarini targ'ib qilish, mamlakatimiz yoshlariga o'sha sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga, turnir davomida o'tkaziladigan bahslarni o'sha mahalliy urf-odatlar, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish masalalari menimcha birinchi o'rinda turibdi. Chunki har bir shart o'sha o'zbekona milliy urf-odatlarga moslashtirib tashkil etiladi. Masalan, o'sha Arda Xiva to'sinlari musobaqasi ham bor. Hali lavhalarimiz davomida, jonli efirlarimiz davomida ularni ham ko'rasiz. Aynan mana shu shartlar turizmni, ya'ni ichki mana shunday mehmonlarga o'zimizni qadriyatlarimizni ko'rsatishni bir yorqin belgisi sifatida menimcha yodda qoladi. Bu yili o'sha debyutant sportchilar ham ko'p. Masalan, Janubiy Koreya, Qirg'iz Respublikasi, Ukrainadan va shuningdek o'ta tajribali sportchilarni ham ko'ryapmiz. Bir necha yillardan beri aynan Xivada bo'lib o'tayotgan Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan Strongman Games'da ishtirok etib kelayotgan sportchilar ham bor. Katta rahmat barchani. Endi aynan bu yerdan 150 metr narida turgan ko'lni bo'yida cho'g'irma otish birinchi musobaqamizga hamma taklif etamiz. Hozir birinchi. Demak, ochilish marosimi o'z nihoyasiga yetmoqda va birinchi bo'lib, demak, cho'g'irma otish bahslariga menimcha start berilyapti. Xuddi shunday. Va bu yerdan o'sha 150 metr yuqoriroqda bo'lgan majmuada, ya'ni maydonchada cho'g'irma otish bahslariga start beriladi. Birinchi shart bu, kuni kecha sportchilarimiz Xivaga kelib joylashdi va bugun muhtasham o'sha Xiva tarixiy obidalari yu muzeylari yu Arda Xiva majmualarini, ya'ni turistik markazlarini aylanib o'z ko'zlari bilan ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Bundan tashqari o'sha tadbirlar davomida Xorazm viloyat hokimligi tomonidan ularga milliy cho'g'irmalarimiz ham taqdim etildi sovg'a sifatida. Ular juda ham bundan xursand bo'lishdi. Hatto kiyib uni yechmaslikka ham harakat qilishdi. Mana shunday issiq ob-havo bo'lishiga qaramasdan. Demak, endi biz start berilayotgan musobaqalarni kuzatib borishda davom etamiz. UzReport TV telekanalining lavhalari, ya'ni informatsion dasturlari orqali siz natijalarni, mana shu musobaqa jarayonlari bilan tanishib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari biz hali jonli efirlarni ham sizning e'tiboringizga havola etishni reja qilganmiz. Albatta, bizdan uzoqlashmang. Bahodirlarga esa omad tilaymiz. Ularga kuch-quvvat, mana shunday g'ayratni, ya'ni umuman kamaytirmasdan mana shu bellashuvlarda qatnashishligini tilab qolamiz. Do'stlar, bizni kuzating, bizdan uzoqlashmang.